Hay, u maqbollar. Bugun sizlarga alayda xo'sh xabarim bor. U xabar bo'lsa, Hey, sence nima xabardi? Nima xabar bo'ladi? Yana bir qori bo'lganda qachon? Hey tova. Munisa, uxlamay gapimga diqqat qiling. Mening bir gapim bor. Marhamat. Ha qizlar, bilganimizdek yana 4 do'stimiz qari bo'ldi. Shundaqmi? Hay! Nalarda yurisiz? Bu yoqqa kelinglar, sizlarga gapim bor. Hozir nang o'zida biz. Maşallah, maşallah. Ustozinglarni tashlab qo'yib, nada nugandinglar? Beringlar. Hey, Munisa, ma'lum qara. Nima bo'ldi? Undaq bo'lsa, qarilarimiz uchun tayyorliklarimizni boshlab ketaylik, qizlarim. Eng avval hadiyadan boshlaylik. Qani men bilan kelinglar. Hey, sen hadiya almamsan. Sumkan yo'qkan-ku. U men bilan bilasi bo'ladi. Sen jim tur. O'z qaror berdi. Men Fatima Xadicha Asma Habibalarni tanımaydigan do'sam. Voy ayrimchi, sen bu yerda qol. Biz bila-bilkanma. Uni nima bo'ldi? To'g'ri tushgan. Biz uni bilan shunday qarindosh. Hey, to'xta, meni maranglarga evilinglar. Men sizlar bilan o'qiyman.